Senlarga bundan ortiq yaxshiroq gap topa olmadim. Bundan 5 battar bo'lishkin. O'zbekni, qirg'izni, tojikni qadriga yetmagan oqquloqlar. Nega unday deyapsan deb o'ylanib qoldingizmi? Qolganini video davomida bemalol kuzatib borishingiz mumkin. Mabodoki meni gapim to'g'ri chiqsa, like, komment va o'z fikringizni izohlarda qoldiring. Привозит с собой свою кухню. Вот приезжали сюда узбеки и таджики, они привозили с собой такие блюда, как плов, лагман, самса, и как все было вкусно. Ну а теперь вместо узбеков и таджиков сюда будут ехать индусы. Ну а какая вкусная кухня у индусов, вы сами знаете. Но если не знаете, вот посмотрите. Ovqatlarda oqquloqqa ish kerak. O'rislar yesin shuni. Bular mana shunaqa ovqatlarga loyiq. Cho'chqayular cho'chqadan 5 battar. Mana ularning ovqati. Mana shunday narsalar bilan ularni boqish kerak. Молодец! Индусы уже в России. И вот в чем они успели засветиться за пару дней. Первый иностранный специалист в области PDF-файлов уже вовсю, чуть ли не облизываясь, подкатывает к местным на улицах и выкладывает это в интернет. В комментах тепло встречают такой подход его соотечественники. Однако в интернете уже вовсю бьют тревогу и просят депортировать мерзавцев. Первых талантливых химиков арестовали за распространение мефедрона в Екатеринбурге на сроке от 8 Люди до в интернете бьют тревогу и просят вернуть таджиков и узбеков. Однако в России уже анонсировали масштабный завоз миллионов индийских мигрантов. Do'stlar, albatta videoni oxirigacha ko'rib boringlar. Bundanda qiziq videolar albatta shu rolikning ichida bo'ladi. Mehnatni qadri esladigan umiddaman va bitta like bilan qo'llab-quvvatlab borasizlar. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Ajab bo'lsin oqquloqlar. Bu kuningdan 5 battar bo'lishgan. Senlarga Xudoning aytgani bor. O'zbek, tojik, qirg'iz musulmonlarni haqorat qilib, bundan 5 battar bo'lishgan. Bu kuningdan 5 battar bo'lishgan oqquloqlar. Bizi agar o'zbeklar metrolarda mana shunaqa qilganda nima qilishar edi? Srazu отделениеga olib borib turib deport yoki urushga period. Nimaga bu? Induslarni bunaqa qilishmayapti. Qilishmaydi ham. 5 battar bo'lishsin oqquloqlar. Bu videolarni ko'rib shuni maza qilyapman. Musulmonlarning qadriga yetishsin. Все, что должно было. Вот так вот все бросили. Раскрытые коробки. 9:00. И всех сдуло ветром. Вот все. Вот сейчас у нас бригадир. Мне, наверное, остался только за всеми бардак. Индусы ебучие. Сделали кучу брака на 500 комплектов. Вот так.